piyozni to'rab qo'ydim, hozir tiqib yuboramiz. Ana qaralaring, mana shu shashin yeb bo'lsa uyga ketamiz. Kurugiylarda aniq shunaqa bola bor. Bajani 2 kunga olganmiz, hali 1 kun bor-ku. Namuncha ketaman deyversan, ha? Bolalar dachchaga 1 kun kam 2 kun ko'p, a? Kataman uch bo'lgandan keyin uyga ketamiz. Bundan keyin sharsaraga chiqamiz. Voy, shashir nima bor? Uyga bo'la qolaylik. Sen bilan O'tbetga bor bo'lmaydi. Borishing bilan ketaylik deb dam oltirgani qo'ymaysan-a? Abetdagi uy ketib qolishi mumkin. Hop, mashinani mana olib olasana. To'xtalaringlar. Uyga keta qolinglar, hali shashirga uzoq-ku. Boramiz. Uyga ketsa yaxshi bo'lardi. Bo'ldi. Bundan katta shashiri uyga keta qolinglar. Endi cho'milamiz o'rtoq. Voy. Voy qara. Adetdagi uyga ketmoqchimidi? Yo'q, cho'milamiz. Meni olib bortasha. O'rtoq, ma'mur qara dachchada yomg'ir yog'ishini mazza-ku. Yomg'ir yog'yapti, sendan o'shda uyga ketamizmi? Yo'q, mazza-ku, yomg'irda mazza-ku cho'milamiz. Mas uyga ketaylik. Mana bolalar ovqat pishdi. Ha, ovqatli bo'lgandan keyin uyga ketamiz. O'rtoq, nega shunaqasan? Choyxonaga borsak ham eshikning oldiga turib olasan, ketaylik deb. Unaqa bo'lmagin. Qayerga borsa ham ketishni o'ylaysan, nima unaqasan? Bo'pti, asabiylashmalari, aniq retlari, qachon ketamiz?